35 ming so'mdan 12 xil ovqat, salat, non, kompoti ham ichida. Eng qizig'i, shahar markazidagi restoranda. Qaysi restoranda deysizmi? Miroboddagi Komolon oilaviy restoranida. Bu ovqatlar haqida to'liq ma'lumotni videoning oxirida aytaman. Ungacha mana bu qurtobaga qaranglar. Mana shu turishi bir porsiya ekan. Bir kishi maza qilib to'yadi. Qurtobani suzmasi juda ham mazali ekan. O'zini sveji salata bilan qorishib jabr ketadi-yu. Ayniqsa go'sht sariyog'da qovurilganligi uchun yog'i ham aralashib, yoqimli ta'm hosil bo'lgan. Bu restoran o'zi 50 minglik mayda balig'i bilan ko'pchilikga tanish. Bu baliq hali ham o'sha. Bir porsiyasi 50 ming, kilosi esa 150 ming. Kilosini qovurilmagan variantda ham 120 mingdan olib ketsanglar bo'lar ekan. Baliqlarning mazasi zo'r, yeyilishi qisir-qisir. Me'daga tegib qolmaydi. Ermay qilib yeb o'tirsangiz qancha yesangiz yeyverar ekansiz. 35 millik setlarga keladigan bo'lsa, didingizga qarab har xil ovqat topsangiz bo'ladi. Manti, tabaka, tovuq qozon kabob, bifstek, shashlik, KFC deysizlarmi, osh, halim, suyuq ovqatlari ham bor. Va bu ovqatlarning hammasini noni, salati, kompoti ichida 35 ming so'm. Eng qizig'i, bu ovqatlarning hammasi 24 ga 7 bo'ladi. Shu joyga bitta like bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi lekin. Komolon oilaviy restorani Mirobod Avenue'ning shundoqqina ro'parasida joylashgan. Bu videoni kechasi arzonga ovqatlanishni yaxshi ko'radigan do'stingizga yuborib qo'ying.